Так, давайте. Demak, bugun siz bilan biz present time bilan gaplasha olamiz. Present time umuman olganda hozirgi zamon desak ham bo'ladi. Uni present simple, continuous, perfect, perfect continuous va hokazo stative verblar bor, nima deydi uni? Holat fe'llari va hokazolarni ko'rib chiqamiz. Lekin bugun siz bilan faqat present simple, present continuous ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz. Agarda o'zi umuman tushuncham bor va hokazo desangiz, perfectga ham balki o'tarmiz. Atak asosan present simple bilan present continuous'da gaplashib chiqamiz bugun siz bilan. O'zi umuman bilasiz, present simple qachon ishlatiladi va hokazo tushunchaga egamiz baribir. Xo'p, present simple nima o'zi? Desa, present simple o'zbekchada agar aytsa, hozirgi noaniq zamon deydi. Bu nima degani desa, sizda doimiy bajariladigan ish harakatlar. Mana bu qoidasini o'zidan gaplashsak ham bo'ladi. Demak, current habits. Habit nima desa, odat, постоянно qilinadigan ishlar. Men har kuni ertalab soat 8 da turaman, 9 da o'qishga boraman, kun ora ingliz tili darslariga qatnashaman, har kuni 5 tadan so'z yodlayman, yokida men har yili chet elga sayohat qilaman. Buni orasida har qanchada qilishim farqi yo'q, balki har kuni qilarman. Har 10 minutda nimadir dori ichib turishim kerakdir. Har yili qadar sayohat qilarman. Har 10 yilda bir marta nimadir qilarman, I don't care, lekin u bizada doimiy takrorlanib turadigan narsa. Ana o'shani present simple da foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi, things often happen deyapti. Narsalar odatda qanday bo'lishi haqida deyapti. Misol uchun Angela doesn't visit us very often. Angela bizni tez-tez kelib ko'rib turmaydi degan narsani beryapti. Yokida aytaylik, bizda yozda yomg'ir yog'maydi desam, odatda bu narsalar sodir bo'lmaydi. Ana o'shani men present simple deb berishim kerak bo'ladi. Okay, mayli. Permanent situation. Permanent nima deganini bilamizmi? Teskarisi. Doimiy. Temporary vaqtincha. Men o'zim qiynaladigan so'z mana shu temporary bilan permanent. Keyin qanaqa qilib yodlaganman desa, temporary so'zi temperatura so'ziga yaqinda. Temperatura tez-tez o'zgarib turadi. Demak, bu vaqtincha tez-tez o'zgaradigan. Permanent abadiy, doimiy degan narsa. Men o'zim yodlayotganda rosa qiynalganman, keyin logika qilishga harakat qilganman. Okay. Carla works in a travel agent. U travel agentstvada ishlaydi, doimiy qilib oladigan narsa. Holatlar haqida bo'lsa, do you have an up-to-date passport? Sizni chislosi up-to-date degani srok o'tmagan deb beraylik hozir. Hozirgi davrga to'g'ri keladiganmi, nima deydi o'zbekchada? Qarchi, srok o'tmagan deb turaylik, pasportingiz bormi? Xo'p, keyin general truths and facts, ya'ni faktlar hamda haqiqatlarga ishlatiladi. Misol uchun, Poland is in European Union. Polsha deyapti, Yevropa ittifoqini tarkibidadir. Endi ko'rayotgan narsangiz nimalarni ko'ryapmiz? Mana bu walks, doesn't visit, works, have, haslardan foydalanilyapti, mana bu isdan foydalanilyapti. Nega? Qachon fe'ldan foydalanishimizni bilamizmi, yo'qmi? Bilasizlar, gap tuz beringlar xataba. Misol uchun, men o'qituvchiman desam, qanaqa gap tuzaman? I am a teacher deyman-da. Men o'quv markazida ishlayman desam, I work at a learning center. I am working emas. Nimagaligini hozir gaplashamiz-da. U morojniyni yaxshi ko'radi desak, he likes ice cream bo'ladi. And ice cream. Bu morojniyni yaxshi ko'radi degan narsaga ketadi. Xo'p, ana endi mana shu joyda biz gapni ikkiga bo'lamiz-da. Agarda nima grammatika o'qigan bo'lsangiz, odatda mana bunaqa deyshadi. Harakat fe'li bor, holat fe'li bor deydi. Holatda aytsak to be dan foydalanamiz, harakat bo'lsa va hokazo deydi. Ha, bu to'g'ri qoida, lekin har doim ham biz bunga rioya qila olmaymiz. Nimaga? Chunki misol uchun men morojniyni yaxshi ko'raman desam, yaxshi ko'rmoq harakat emas-ku, holat-ku. Meni nechadir ming dollar pulim bor desam, menda bu holat, harakat emas. O'shanga men odatda qanaqa beraman, qanaqa berishni yaxshi ko'raman desam, sizda agarda gap tarkibida fe'l bo'lsa, siz bemalol любой fe'ldan foydalanaverasiz. Misol uchun go, come, like ham shuni ichiga kiradi, think ham shuni ichiga kiradi. Okay, holat deganda nimani aytamiz desa, bu yerda fe'l bo'lmagan vaziyatlar haqida gaplashamiz.
Nima degani desa, misol uchun men o'qituvchiman desam, men o'qituvchiman deyman. Mana shu yerda nimadir fe'l ko'ryapsizmi? Yo'q. Bu nima degani desa, ha, menga bu yoqda endi to be kerak ekan degan narsa kelib chiqadi. Okay? To be ni o'sha kerakli shakllari kerak ekan degan narsa. Misol uchun I a teacher bo'ladi. Ha, buni gap hosil qilib olishim uchun men bu yoqqa am qo'yishim kerak ekan deyman. Nega desa, oh, angliskida sizda majbur nima fe'l bo'lish majbur, fe'lsiz gap bo'lmaydi. Okay? Обязательно sizda fe'l bo'lishi shart va majburiy. Okay. Well, так, давайте. Xo'p, mana shu endi holat deganda nimalarni nazarda tutamiz desa, odamni ismini aytsa, kasbi, yoshi, sifati, yana holati, keyin qayerda yokida qayerdanligini aytganda ham. Va qayerdan deganda millatini aytsa ham bo'ladi. Misol uchun men o'zbekman deydi-ku. Ana o'sha va hokazolarni gaplashganimizda biza imis deb yozib qo'ydim men bitta ism. Ana o'shanda to be dan foydalanasiz. Misol uchun ismi tak ayting, mani ismim Maftuna desam, I am Maftuna deyman. Endi xohlasangiz my name is Maftuna deng, xohlaganingizda. Okay, kasbi. Aytaylik, John arxitektor desiz, John is an architect. Architect. Keyin biz tak yoshi bo'lsa, tak mening oyim 48 yoshda deng. My mother is 48 years old. Keyin tak o'quvchilar juda aqlli desam. Pupils yoki the students are very clever. Aqlli. Okay. Keyin holati. Holatga nima bo'ladi? Qarang, sifat bilan holatning farqi nimada? Men aqlliman desam, bu meni sifatim. Holatim qanaqa? Mana hozir siz ertalab hamma uyqusirab o'tiribdi deylik. Tired emas, hali siz ish qilib charchashga ulgurmadingiz-ku. Uyqusiragan desa we are sleepy bo'ladi. Agarda tired bo'lsa ham we are tired. Bu ham nima? Holatingiz haqida gap bo'ladi. Chunki bu sizning xususiyatingiz, sifatingiz emas. Siz постоянно charchagan odam bo'lsangiz, bu sifatingizga aylanib ketadi. Lekin siz misol uchun kofe ichasiz, bodriysiz, charchamagansiz, svejiysiz, ish qildingiz, keyin charchab qoldingiz. Bu holati bo'ladi-da. Okay, qayerda ekanligi yoki qayerdan ekanligi we misol uchun nima? Hozir ota-onam Italiyada desangiz, my parents are in Italy. Biz O'zbekistondamiz desak, we are from Uzbekistan. Qarachi, bularni tuzishimizdan maqsad nima bo'ldi desa, agarda siz gapda fe'l ko'rsangiz, hech qachon to be dan foydalanmas ekansiz. Buni nimaga aytamiz desa, mana bunaqa vaziyat bo'ladi. Aytadi, men har kuni ertalab bir chashka kofe ichaman desangiz nima bo'ladi? I drink a cup of coffee every morning. Har kuni ertalab ichaman degan narsa ketadi. Mashni nimadir bir xil yaxshi ko'radiki, ayma em qo'yishim kerak deb qo'yadi-da. Yo'q, men em qo'ya olmayman. Nimaga desa, gapni o'zini fe'li bormi? Ha, bo'ldi. Demak, agarda menda gapda fe'l bo'lsa, to be ga umuman ehtiyojim yo'q, present simple da. Continuous boshqa vaziyat va hokazo hammasi boshqa vaziyat. Demak, siz bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa to be qo'ymaysiz-da. O'zi bu biladigan narsangiz yengil takrorlashda o'rtoqlar. Скорее всего, ko'pchiliginglar bilasizlar bu narsani. Okay. Demak, we can also use do the buni inkor so'rovlarini tushuntirishim shartmi? Yo'q. Inkor qanaqa yoziladi desa, don't, doesn't. So'rov qanaqa yoziladi desa, do yoki does oldinga olib chiqiladi. Mana bu yerga subject berasiz, keyin fe'lingizni qo'yib qo'yasiz. Bu muammo emas, hamma biladi. Kerak bo'lsa mana bu yerda WH question wordlaringiz bo'ladi. When, why, how va hokazo. Ha, buni bilasiz, muammosi yo'q. Okay. Tak.
demak we can also use do does in present simple statements for emphasis. Mana mashi joyi juda ham chiroyli joyi, rosa chiroyli joyi ingliz tilida. Qani, you don't like going by bus, do you? Siz anaqa avtobusda yurishni yoqtirmaysiz, shunday emasmi? Actually I do like going by bus for short distances. Qani, mana mashdagi I do like going by bus for short distances deganda bu so'roq gap emas, dara gap emas. Nega do'dan foydalanilyapti desa, nega? Молодец. Demak, aytyapti, mana bu yerda o'zi aytyapti, in present for emphasis deyapti. Emphasis urg'u degani. Men haqiqatdan ham yaxshi ko'raman. Men juda ham yaxshi ko'raman. Really ga ko'proq sinonim qilib bersangiz bo'ladi. I do like degani I really like degan narsaga to'g'ri keladi. Yoki the bus isn't quicker than the train, but it does stop right outside the factory. Bus traindan isn't quicker, tezroq emas. Lekin u shundoqqina factoryni tashqarisida to'xtaydi deb bitta urg'u beryapti. Uni tez bo'lmasa ham zo'r joyda to'xtashiga urg'u berib gapiryapti. U endi haqiqatdan ham mana shu yerda to'xtaydi, juda to'xtaydi deb o'zbekchaga tarjima qilish g'alati-ku, lekin sizda bu urg'u beradi. Keyin yana bitta zo'r grammatika narsa bor. Nima desa, mana bu yerda ikkita gap bir-biriga inkor bilan bog'lanadi. Inkor emas, compare contrast. Ziddiyat bilan. Ana o'shanda keyingi gapni kuchaytirib berish uchun does или же do bilan emphasis bersa bo'ladi. Misol uchun, xuddi mana shundaki, bas o'zi tez narsa emas, lekin u shunday ma'noda to'xtaydi deb shu yoqda to'xtashiga urg'u chiqazib berilyapti-da. Yoki da aytish mumkin, yosh kattalar ko'proq paper book o'qiydi. Yoki yosh kattalar yoshlardan ko'ra ko'proq paper book o'qiydi, lekin yoshlar telefonda ham, social mediada ham ancha narsa o'qib qo'yadi desam, mana shu lekin yoshlar deganda men do bilan ishlasam bo'ladi-da. Qarang, nima bo'lyapti? The elder generation reads a lot of paper book deylik. Rosa ko'p paper book o'qiydi, but yoki a lot of demaylik, mana bunaqa. Reads more paper books than younger generation. Yosh katta avlod yoshlardan ko'ra ko'proq paper book o'qiydi, but the youth do read a lot on the internet, misol uchun. To'g'ri, yosh kattalar yoshlardan ko'ra ko'proq paper kitob o'qiydi, lekin bu yoshlar kam o'qiydi degani emas. Ular ham ancha narsa o'qib qo'yadi, faqat internetda. Demak, men bu yerda urg'u beryapman, lekin ular ham o'qiydi, o'qimaydi emas degan narsa kelib chiqyapti. Mana shunaqa inkorli narsalarda, vaziyatlarda kontrast deydi buni, solishtiruvlarda, taqqoslovlarda siz urg'udan foydalansangiz bo'ladi. Buni eslab qoling, writinglarda ham zo'r ishlatsangiz bo'ladi. Hali task 2 gaplashamiz, xudo xohlasa essaylar. Shuni vaziyati to'g'ri keladigan joylarni ko'rib ketamiz-da. Okay, present continuous nima zamonida? Hozirgi bo'layotgan ish harakatida siz bunda qiladigan narsangiz o'sha am, is, are ga verb ing qo'shib qo'yishingiz kerak bo'lar. Xo'p, tak, buni tushuntirmanimcha oyoqqa o'tib o'tirmaymiz, mana shu o'zida ko'rib ketaveramiz, okay? Actions happening now, hozir bo'layotgan ish harakati. Men sizga hozir tushuntirib turibman. Demak, I am explaining the topic. Okay. Temporary series of actions. Mana shu ajoyib joyi, ya'ni temporary nima dedik? Vaqtinchalik, o'zgartirilgan vaqtinchalik. Taxi drivers aren't stopping at the train station because of the road works. Qarang, road works degani endi o'sha yo'ldagi remontlar deyapti-da. Yo'ldagi remontlar sababli taksi driverlar train stationda vaqtincha hozir to'xtashmayapti. Ya'ni men hozir train stationni tepasida turib, mana qara, mashinalar to'xtamayapti demayapman. Hozir xonada o'tiribmiz. Men sizga xabar beryapman, shu taksi driverlar to'xtamayapti hozircha. Men borib ko'rib tepasida turishim shart emas, lekin vaqtinchalik bo'layotgan remont sababli bir hafta ichida deylik, ular to'xtamasdan o'tib ketaverishadi. O'zbekchada ham aytamiz, hozir taksistlar bu yoqda to'xtamayapti deymiz.
Remont tugasa yana ketaverishadi, yana to'xtashadi degan narsa keladi. O'zi odatda ular bu yerda to'xtaydi, lekin hozir vaqtincha bir hafta davomida misol uchun to'xtashmayapti degan narsa kelib chiqadi-da. Misol uchun sizdan daily rutiningizni so'rasa, siz vaqtli turasizmi, kechmi desa, men o'zi odatda 10 gacha uxlaydigan odamman. Lekin hozir kurslarga borayotganim sababli ertalab 7 da turishga 7 da uyg'onyapman. 7 da turyapman. Mana shu yerda siz vaqtincha 7 da turayotganingizni present continuous deb bersangiz bo'lar ekan. Lekin o'zi odatda 10 gacha uxlashingizni nechida present simple deb berasiz. I usually wake up at 10 a.m. but now I am going to the courses. Men kurslarga boryapman. Vaqtincha bu. 3 oy borasizmi, 1 yil borasizmi, bir umrlik narsa emas. Hozircha vaqtincha I am going to and I am getting up at 7 a.m. Vaqtincha boryapman va vaqtincha vaqtli turyapman degan narsa kelib chiqadi. Temporary situations endi bu ish harakati desa bu holatga gapiryapti deyapti. Are you staying in a hotel near the Olympic Stadium? Mana shu yerda action bilan situationning farqi tak. Vaqtinchalik holatlar deganda ish harakati ikki xil bo'ladi dedik-ku. Misol uchun yemoq ish harakati harakatli, lekin yaxshi ko'rmoq, qolmoq bu holat. O'shani aytyapti bu yerda ortiqcha narsasi yo'q, continuousga so'rasiz deyapti. Umuman olganda siz Olimpiya stadiumi yaqinidagi hotelda bir umr yashamaysiz. Siz bir haftaga Olimpiyada ko'rgan kelasiz misol uchun vaqtincha mana shu yerda turibman degan ma'noda. Shu changing and developing situations. Mana shu ham zo'r narsa. Qarang. Holidays abroad are becoming increasingly popular. Chet eldagi sayohat, chet elda ta'til qilish borgan sari popularlashib ketyapti degan narsa. Siz misol uchun hozirda zamon rivojlanib ketyapti. Ko'pchilik paperdan ko'ra elektron kitob o'qishga o'tyapti va hokazo va hokazo. Hozir bo'layotgan o'zgarishlarni continuous deb berasiz. Buni ko'proq odatda task to da ishlatiladi. Hozirda ko'p borgan sari ko'proq o'quvchilar aniq fanlardan ko'ra ijtimoiy fanlarni yoki ijtimoiy fanlardan ko'ra aniq fanlarni o'qishyapti degan narsada. Bu sizda borgan sari bo'layotgan o'zgarishlarni beradi. Keyin annoying habits mana shu ajoyib narsa. Biz aytdik habitlarni present simple deb beramiz dedik. Annoying nima degani? Odamni g'ashiga tegadigan degan. Jahlni chiqarishdan ko'ra g'ashiga tegish desak bo'ladi. Misol uchun bitta odam pastayanda kech qoladi. Men aytaman, "Mana har doim kech qolaveradi-ya" deyman. Bu o'zi present simple deb tuyuladi. Lekin men shu annoying ekanligini bildirish uchun continuousdan foydalanishim kerak bo'ladi. That is always cleaning the car when I want to use it. Demak, har safar siz mashinadan foydalangingiz kelganingizda, foydalanmoqchi bo'lganingizda, adingiz mashinani yuvayotgan bo'lgan. Boshqa paytda yuvmaydi. Hamma har doim mana shu kir bo'lib turaveradi, yuvmaydi, pastayanda, lekin imенно sizga kerak bo'lganda har doim yuvayotgan bo'ladi. Bu present continuous, present simple da xuddiki, chunki misol uchun haftada 3 marta ishlatgisi kelsa, o'sha imенно ishlatadigan 3 martangizda adingiz yuvarkan. Lekin vaziyat nima desa annoying, bu sizni g'ashingizga tegadi, which means siz buni olib bemalol present continuous da beraverasiz. Okay? Well, mana shu narsa, siz buni endi qarang. Present perfect ga o'tmay turamiz bugun. Perfect simple bilan continuous keyingi safar gaplashamiz. Buni mashqlari ko'p bo'lmaydi. Tak. Mana shu o'zi A bilan B bo'ladi mashqi. Lekin menga kerak bo'ladigan narsa nima desa, siz menga aytaylik, bu safargi darsimiz mana vocabni ko'rsating. Vocab travel mavzusida. Demak, siz menga travel haqida bitta zo'r qilib, xuddi bir artikl yasagandek, elish o'z hayotingizda bo'lgan travel haqida hokazo yozib kelasiz, lekin hayotingizdagi travel yozsangiz, siz o'tgan zamondan foydalanishingiz kerak bo'lib qoladi. Demak, siz menga xuddi bir artikl yozgandek qilib kelasiz. Odamlar odatda dengiz sayohatiga borishadi, u yerda buni qilishadi, sayohatga chiqishadi, u yerda ajoyib view bilan site so'zlari bor-da. View manzara, site ko'rinish degani. Misol uchun oynadan qarasangiz chiroyli manzarani ko'rasiz, view bo'ladi. Mehmonxonadasiz tasavvur qilsangiz. Keyin mehmonxona pastiga qarab, shunda faqat mehmonxonaga qarasangiz, uni ko'rinishi bo'ladi, u site. Ya'ni katta chiroyli joy view, bitta narsani ko'rinishi site bo'ladi.
Ular ajoyib mehmonxonalarda qolib, viewlarni tomosha qilishadi. Dunyoni kezmoqchi bo'lsa, bir narsa qiladi. U hududdan bu hududga samolyot orqali boradi va hokazo va hokazo qilib, mana shu vokablardan foydalanib, siz bizga bitta hikoyacha yasab kelishingiz kerak bo'ladi. Keyin uni tekshiriladi va hokazo ketaveradi. Keyin ba'zi odamlar har doim misol uchun sayohat qilganda nuqul narsalarni yo'qotib qo'yaveradi. Qaysi zamon bo'ladi? Har doim yo'qotib qo'yaveradi shular dug'dirda, mana asabimga tegayapti shu. Continuous. Annoying-ku. People are always losing their things, which annoys me deb yozib qo'ying xohlasangiz. Bu meni asabimga tegadi. O'sha sizda annoying situation bo'lyapti. Sizda annoydan tashqari boshqa kitoblarda complain deb ham beradi. Complain nima edi? Shikoyat. Shu shikoyat qilganda ishlatingiz bo'ladi. Keyin complain letterda misol uchun qo'shningga complain xati yoz va hokazo degani borda. Pastda yana mana bu uydagi odamlar shovqin qilaveradi desangiz, demak present continuous ishlatar ekansiz. Masalan, ana o'sha narsalarga e'tibor berib qo'yaverasiz. Mana shu vokablardan foydalanib bitta hikoyacha yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Qancha ko'p vokabdan foydalansangiz, shuncha xursand bo'lamiz. Okay? Esingizda ham zo'r qoladi. Keyin uni vokab foydalanasiz, hikoya yozasiz, written qilib qo'yasiz. Sizga tayyor ham speaking, ham writing, ham grammatika uchun mashg'ulot. Okay? Va shunaqa qilamiz. Endi vokabni qanaqa yotilaymiz desa, vokabni ham ikkiga bo'lamiz. Okay? Misol uchun birinchi darsga mashq qismi bo'lsa, keyingi darsga phrases, words, word formations bo'ladi. Okay? Buni ham ikkiga bo'lib yotilaymiz. Bittada buncha sig'inma yotilash impossible. Yo balki possibledir-ku, uzoq esingizda qoladigan narsa bo'lmaydi. O'shanga bo'lib yotilib ketamiz. Keyin bitta tomoni o'rtoqlar see page 186 debdi. 186-betni ko'ring deyapti. Nima bor yo'da desa, u yoqda definition bor. Okay? Lug'atdan qarasangiz, men o'zi wisdom lug'atni ishlating deyman. Okay, wisdom bor-ku, inglizcha o'zbekcha. O'ziga yaxshi tarjima qiladi o'shanda, lekin baribir definitionga hech narsa yetishmaydi. Mana voyage, journey, trip, travel, excursion hammasi sayohat, lekin bir-biridan nima farqi bor desa, mana dengiz sayohati voyage bo'ladi-da. Bir joydan boshqa yoqqa borsangiz, uzoq vaqt borsangiz, uzoq masofaga borsangiz, journey bo'ladi-da. Bu borib qaytadigan qisqa sayohat trip bo'ladi. Travel o'zi umuman sayohat qilish deganda, sayohat. Mana shu bir-biridan farqlab beradigan narsa definition bo'ladi. Okay? Keyin definitionni ko'rib olganingizdan keyin o'zi aslida hikoya yozib keling deyotganim ham ancha osonlashadi. Okay? Chunki siz ko'rdingiz qanaqa gaplarda ishlatsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi, uni ko'rib yodlab kelasiz va gaplarni tuzib kelasiz. Xo'p. Bo'ygi nechinchi betida? Bo'ldi, mana shu narsa bo'ladi. Darsdan 20 minutgina vaqtimiz ketadi grammatikani ko'rib ketishga. Xohlasa ko'rib keturamiz shunaqa.